Saidazni ko'chada yurgan, negativ yonida yurgan chichqolar bor-ku, masalaga yetayapman. Saidaz ko'cha emas. Birinchi o'chib. Saidaz yuridiskini bitirgan. Ko'cha o'zi nima o'zi? Ko'chani Stalin yaratgan. Stalin yaratib turib butun Soyuzni boshqarish uchun yaratgan. Atak ko'chaga aralashib, adashib kirib qolib, o'zini zdraviyman deb bilgan odamlar ko'k ko'z baxtli bo'ladi. Krestik Qobil aka bo'ladi. Krestik Qobil aka bo'ladi. Vasiliy Rossiyadan bo'ladi. Mana bular haqiqiy ko'cha bo'lgan. Bularni o'ldirib yuborishgan. Ko'cha yo'q. Saidaz mana Medgaradovmisan sudga savol bersa nima deyapti? Men hozir bildim deyapti. U chiqqov, ko'ttibuq. Chiqsa ham lo'pma-lo'p peshonasidan otishga aqlim yetadi meni. Unga emas, qarochi, men bilan glas kelish. 100 talik gapimga javob. Shuni bilib olaring. Haqiqiy ko'chalar o'lib ketdi. U yuridiskini bitirgan odamlar ko'cha bo'la olmaydi. Qayerdan unaqa topolsanlar? Hamma bilib qolsa uni yuridiski bitirganini, u qanaqa qilib quloqli bir-biriga etadi u narsani. Eta olmaydi. Ko'chani boshqarib bo'lmaydi u narsa bilan. Men ikkita yelkaga urilgan yulduzchi, tipa militsionerlar, tipa boshqachasi, ular badaniga urilgan. Militsioner pagoniga urilgan bo'lsa, vorzakollarning ikkita yelkasiga urilgan. Haqiqiy vorzakollar mana shu Qobil akalar bo'ladi. Prokuror bor-ku, shundan o'lim hukmi berganda Qobil akalar, Krestik Qobil akalarga. Voy, kapan sani bo'yningga tushmaydi degan. Kapan tushmaydi sudga ketgan, shuni bajarasiga. Rostakasım shunaqa bo'lgan. Shebinni shunda tashlab yuborishgan, shebin chiqaradigan apparatning ichiga prokuror olib borib. Ana o'li ko'cha. Tushunlaringmi? Sallaga emas, men bilan qanaqadir nimadir sport qilish. Tushunlaringmi? Qarochi sallaga emas, 100 talik sallaga emas. Chiqlaring menga glas chiqlar, libboyini o'tkazib qo'yaman men. Men ko'rgan narsam mashinchasini ko'rmagansanlar.